Assalomu alaykum Fahriddin Uz kanalining obunachilari, YouTube ishqibozlari, chorva ishqibozlari. Biz bugun Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Qatag'on qishlog'idan Abror akamizni xonadonlaridamiz. Mana bu yerda sotiladigan qo'ylarning narxini akalar sizlarga chiroyli qilib yoritib berishga harakat qilamiz. Videolarimiz yoqsa akalar bitada like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Bugun hafta kunimizga seshanba 21-aprel 2026-yil. Akalar videoni o'tkazmasdan oxirigacha maza qilib bitada like bosib tomosha qilaverasizlar. Bu yoqda akamiz o'zlari. Assalomu alaykum. Aka, assalomu alaykum. Charchamasdan. Yaxshimisiz? Charchamang. Rahmat. Siz kanalimizda mehmonsiz. Shunaqa aka. Bugungi narxlarda aka yengil qilib chiqarib beraverasiz. Xudo xolasa aka, biz endi ish boshlayotgan kanalga mehmonmiz. Birinchi marta video qilishimiz. Faqat klient to'plashga ishlaymiz aka bugungi. Nechta qo'yimiz bor, nechta chiqaramiz? Uka, bugunga 40 ta qo'yimiz hozircha. Hop, 40 ta qo'yimiz bor akalar. Bularni sekin-sekin partiya qilib bo'lib chiqaraveramiz. Birinchi partiyalarimizga aka, soni nechta bu qo'ylarimizni? Birinchi partiyamizga mana 20 tasini tayyor qilganmiz uka. 20 dona. Hammasi qo'chqormi aka? Hammasi qo'chqor. Hammasi qo'chqor. Sog'lig'i, pichmasi, paxtasi yo'q akalar. Mana qo'zilarni ko'rib turibsizlar. Yirik, barra qo'zilar. Aka, yoshlari necha oylikdan buni endi? Yoshlari uka 5 oylik plyusda uka. 5 oylik akalar plus minus atrofida. Bir dona sarig'idan qolgan hammasi akalar simjun, beli baquvvat, sutga to'ygan. Demak, oldi o'zi to'g'liga o'tib qolibdi bu qo'zilarimizda. Shunday uka. Buni akalar yunga olish shart emas. Borgandan keyin bog'salaring o'zi semirgan sari o'zi tula boraveradi aka. Hammasini bir-biridan akalar beli baquvvat, oyoq qo'li uzun. Kim olsa ham maza qilib boqadigan qo'ylar. Aka, yeb ichari qanaqa ekan? Yeb ichari uka zo'r. Mana hozir ham 4 kishi 5 kishi oldini to'sib turibmiz, yo'qsa o'tga ketib qolaveryapti bular. Demak, ishtahasidan muammo yo'q, ha? Ishtahasida muammo yo'q. Kunga garantiya beramiz. Bir hafta 10 kun xotirjam. Xotirjam uka, bir hafta 10 kunga sinab bemalol berishaveradi. Somonni o'zini berishsa ham uka yeb tashaveradi. Gap yo'q. Akalar somonni o'zini ham yeveradi, ketaveradi. Yeb icharidan muammosi yo'q. Bitada like bosib, ishqibozlari bo'lsa akalar, telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Mayda-chuyda qo'ymas. Aka, birinchi o'rinda kelib ko'ramiz deydigan akalarimizga lakasalar urib berasiz. Tepasida yo'qsa, albatta qo'l dushab savdo qilishaveradi aka. Albatta uka, kelishsin, ko'rishsin. Soni 20 dona, oyoq qo'llari uzun akalar, hammasi simjun. Bitta sarig'idan qolgan hammasi akalar ko'rib turibsizlar, qora kashtanglarda. Yuzlari ham tiniq, beli baquvvat, sutga to'ygan. Aka, 20 tasini bir yerga olsa nech puldan deymiz? Qo'zilar zo'r. Hammasi bir-biridan semiz. Uka, biz birinchi ishlashimiz. Kanalga mehmonmiz uka. Qarang, faqat klient to'plashga yengil qilib chiqarib beraverasiz. Siz birinchi marta chiqishimiz aka. Birinchi marta chiqishimiz uka. Qo'zilar zo'r. Mayda-chuyda qo'zimiz. 4 million 400 ming so'mdan uka. Bir joyga ketsa beraveramiz. 4 million 400 ming so'mdan 20 tasi bir yerga. Bir yerga ketaveradi uka. Qancha kami bor aka? Ozmas yo'l ham qo'yib beramizmi? Albatta. Albatta. Kelishsin, ko'rishsin, bir yerga bo'lsa 4 million 300 ming so'mdan ham bor baraka beraveramiz uka. Barakasini bersin. Akalar 4 million 300 ming so'mdan ketaveradi. Mana sizlarga akalar barra qo'zilarni ko'chatlaridan. Aka, o'zi oldi to'g'liga ham o'tib qolibdi bu qo'zilarimiz. 4 million 300 ming so'mdan 20 tasi bir yerga ketaveradi aka. Ketaveradi uka, kelishsin, ko'rishsin. Yana xayri bormi? Uka, yana xayrini tushirib beramiz agar. Kelishsin, ko'rishsin, bir joyga ketaveradi. Uzoq uka, 4 million 200 ming so'mdan ham baraka qilaveramiz. 4 million 200 ming so'mdan. Ketaveradi. 20 tasi bir yerga aka. Bir yerga. Dastavkasi ham bor. Shu odam yashab turgan joy bo'lsa bo'ldi uka, ketaveradi. Barakasini bersin. Akalar, dastavkadan umuman muammo yo'q. Bitada like bosib, telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Mana ketdi 20 tasi bir joyga 4 million 200 ming so'mdan. Lekin akalar aytdik, mayda-chuyda qo'ymas, ko'rib turibsizlar. Hammasini oyoq qo'llari uzun. Imkoniyati bor akalarimizga tepasiga kelib, ko'rib, mana shu yerga haydab chiqib beradilar. Bemalol qo'l dushab savdo qilishaveradi aka. Uka, kelishsin, ko'rishsin, yoqqan nab ketishaveradi. Lekin kelolmaymiz deydigan akalarimizga videolari bor aka. Tashlab berilaveradi akalar. Unisidan muammo yo'q. Dumbalari ham akalar tikka dumba. Ko'pini qulog'i ham butun ekan bu qo'zilarimizda. Quloqlari ham butun ko'p. Oldida akalar bo'ynida tumorlari ham bor ekan. Vo jonivorlar 4 million 200 ming so'mdan 20 tasi bir joyga. 10 ta olsachi ketaveradimi aka? 10 ta olsa ham ketaveradi uka. Maqsad sotish. Maqsad sotish, birinchi ishimiz. 10 ta olsa ham uka ketaveradi. Aka, bittagachi 4 million 200 ming so'mdan tanlab olsa. Bittaga uka kelishsin, ko'rishsin, kelishamiz. Yoqqanini olishaveradi, kelishaveramiz uka. Ishlari bitadi. Ishlar bitadi. Barakasini bersin. Dastlabkasi akalar O'zbekiston bo'ylab ketaveradi. Mana sizlarga akalar ayiqqa o'xshagan qo'zilar. Xo'p aka, bu endi birinchi partiyalarimiz, a?
Bundan Bu birinchi ketinga yana partiya. partiyalarimiz bor akalar. Bor. Sekin-sekin bo'lib chiqaraveramiz. Like-da bosib turaverasizlar. Hurmatli obunachilar, endi ikkinchi partiyalarimizga pul arzonrog'idan so'raganlar uchun bular ham akalar oyoq qo'li uzun, beli baquvvat, dumbalari tikka dumba. Xo'p, 2 dona sarig'idan qolgan hammasi qora kashtanglarda, 3 ta ekan sarig'i. Simjun variantidan. Aka, bularda ham ishtahasi zo'r. Bir cho'pon bitta obunachimizga soni nechta? Soni uka 15 ta. Soni akalar 15 dona, yuzlari ham tiniq ekan. Garbonozlarga akalar yaxshilab e'tibor berib kuzataverasizlar. Hammasi qo'chqor aka. Hammasi qo'shqor uka. Soni 15 dona akalar. Bir pachka bitta obunachimizga qo'zilarda akalar shunaqa ko'chatlaridan so'raganlar uchun pachka qilib terib qo'yilgan ekan. Bularga ham aka 10 kunga garantiya beraveramizmi? Garantiyasi bor uka. 10 kunga garantiya beraveramiz. Yeb ichishlari zo'r uka. Yeb ichishlari Somonni o'zini ham yeyveradi. Somonni yegandan keyin endi u yog'ini o'ylab ko'rishaveradi aka. Somonni o'zini ham yeyveradi. Gap yo'q. Yoshlari qanaqadan endi buni? Yoshlari uka bular 5 oylik. 5 oylik plus minus. Demak, birinchi partiyani akalar ukalari mana yuzlarini qaranglar. Bunda noqqani yo'q. Realni olamiz deydi akalarimizga ukol vaksinalarni qilib jo'natib berilaveradi aka. Unisidan muammo yo'q. Borgan sari simjun o'zi tula boraveradi akalar. O'zi dumbalaridan tulashni boshlabdi. Like-ni bosib, ishqibozlari bo'lsa bemalol akalar telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Aka, narxi 15 tasini bir yerga kelishtirib, chiroyli qilib aytaverimchi. Uka Yopishtirib. Seni obunachilaringga Ha, bu yog' beringchi. eng oxirgi holatida 4 million so'mdan ham beraveramiz uka. Ya, to'rdan demang aka. Ozginadan tashlab bering. Bora-bora. Xayri bor uka, kelishsin, ko'rishsin, ma'qul kelsa bundan ham kelishtirib beramiz uka. Baragasini bersin. Akalar 4 million so'mdan 15 tasi bir joyga. Aka, dangal olamiz deydi akalarimizga. Qancha o'tamiz? Bir dadil o'tingchi. Bor baraka uka. Maqsad 3 million 800 ming so'mdan beraveramiz. Maqsad sotish, maqsad duo olish uka. 3 million 800 ming so'm. 3 million 800 mingdan beraveramiz uka. Dastlabkasi shu odam yashab turgan joy bo'lsa bo'ldi uka. Muammo yo'q aka. Umuman muammosi yo'q. Baragasini bersin. Gap yo'q. Akalar telefon qilaverasizlar. 3 million 800 ming so'mdan ketdi mana. 15 tasi bir yerga akalar. Mayda-chuyda qo'zimas, bir xilda terib qo'yilgan. Ketaveradi aka. 3 ta olsa ham, 4 ta olsa ham o'sha narxda 3 million 800 ming so'mdan. O'sha narxda bo'laveradi uka. Kelishsin, ko'rishsin, kelishamiz u yog'ini uka. Muammosi yo'q. Bu endi akalar ikkinchi partiyalarimiz. Bemalol telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Hammasi sog'lom. Bir so'nggi partiyalarimizga puli yengilidan so'raganlar uchun bitta obunachimizga akalar. Soni 1 2 3 4 5 ta ekan aka. Lekin mana bu qora kashtang simjun akalar o'ta ko'chat ekan. Hammasi qo'shqor bu qo'ylarimizni. Hammasi qo'shqor uka. Hammasi qo'shqor akalar. Dumbalari tikka dumba. Aksariyat ko'pini akalar qulog'i ham butun ekan. Simjun o'ta ko'chatlarida akalar bittadan like-ni tirsillatib bosib qo'yasizlar. Beshalasi ham akalar qo'chqor. Qo'chqorni zo'ridan so'raganlar uchun aka 5 tasini bir yerga ko'p maqtamasdan qo'ylaringiz o'zini o'zi maqtasi. Narxini kelishtirib aytaveringchi. Qo'ylarimiz uka 5 tasini bir yerga bo'lsa ishtahasi zo'r uka, ishtahasida muammo yo'q. 10 kungacha sog'lik, salomatlik, ha. 10 kungacha uka kafolatini beraveramiz. 10 kun. Xotirjam Quruq somonni o'zini ham yeb tashaveradi bular. Nech puldan deymiz bu? Bir yerga bo'lsa uka ana bor 3,5 dan beraveramiz uka. Dastlabkasi bor 500 ming so'mdan 5 tasi. 5 tasi 3 million 500 ming so'mdan uka. Agar seni obunachilaring kelsa uka, undan ham kelishtirib beramiz. Ya, telefon qilishsin, telefon qilishsin, ko'rishsin, kelishamiz undan kamida. Ishlari bitadi, xayr sunnatlari bor. Baragasini bersin akalar. 3 million 500 ming so'mdan ketaveradi aka 5 ta. Ketaveradi uka. Lekin telefon qilishlar chiroyli o'tib beradi. O'tib beramiz. O'tib bermasangiz bo'lmaydi lekin. Xayrisi bor uka. Xayr sunnatlari bor, ha? Bor uka, bor. Dastlabki it o'lgan yergacha ketaveradimi? Ketaveradi uka. Odam yashab turgan yer bo'lsa bo'ldi. 1 million 500 ming so'mdan akalar 5 tasi bir yerga sotilaveradi. Aka, endi bu so'nggi partiyalarimizmi? Oxirgi partiyamiz uka bu. So'raganlar shu yana topib berilaveradi aka. Uka, hali davom ochiq bo'lardi. So'raganlar, qiziqqanlar telefon qilishsin, kelishsin, ko'rishsin. Yana deysa, yana ham topib beraveramiz uka. Yana topib berilaveradi. Narxdan ham o'tib berilaveradi aka. Narxdan ham kelishtirib berilaveradi uka. Muammosi yo'q. Maqsad bugunga sotish, klient to'plash. Maqsad sotish, klient to'plash, shu xalqning duosini olish uka. Telefon qilsa to'liq ma'lumot berilaveradi aka, muammosi yo'q. Telefon qilishsin, lokatsiyalarni tashab beramiz, kelishsin, ko'rishsin. Agar uzoqroqda bo'lsa, videolarni ham qilib tashab beraveramiz uka, ishlari bitadi. Ma'qul kelgani kelishaveramiz uka, qaysi holatda bo'lsa ham.